Salom hammaga. Bugun sizni hayron qoldiradigan 5 ta sun'iy intellekt bilan tanishtiraman. Ularda har qanday video yaratishingiz mumkin. Vloglar, reklamalar, animatsiyalar, hatto to'liq metrajli filmlar ham. Agar sun'iy intellekt orqali daromad qilishga va Amerikani YouTube ochishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Qani unda boshladik. Runway bu kreativlar va professionallar uchun mo'ljallangan keng qamrovli sun'iy intellekt platformasi. U video generatsiyasi, tahrirlash va effektlar qo'llash imkoniyatlarini taqdim etadi. Funksiyalari: matnni videoga aylantirish, rasmdan video generatsiya qilish, video stil va effektlari va videoni prompt bilan o'zgartirish mumkin. Video tahrirlash funksiyasiga keladigan bo'lsak, videodagi yashil fonni olib tashlash, videodan obyektni olib tashlash, fonni olib tashlash va o'zgartirish, yorug'lik va rangni sozlash mumkin. Qo'shimcha funksiyalar: prompt orqali rasm generatsiya qilish, audio analiz va qayta bo'yash. Albatta, bu aytib o'tgan funksiyalarim oylik tarif orqali amalga oshiriladi. Bepul versiyasi ham mavjud. 625 kredit, ya'ni 25 ta video yasash mumkin. Oylik tarif sotib olaman desangiz, obuna narxi $15, Pro oylik narxi $35. Bu sun'iy intellektni asosan video montajyorlarga va YouTube'da video yasab daromad qiladiganlarga maslahat bergan bo'lardim. Yana maslahat beradigan bo'lsam, video yasashni o'rganish uchun bepul versiya bilan boshlasangiz ham bo'ladi. Sensiya bu dunyoning yetakchi EA video platformasi bo'lib, professional virtual avatarlar orqali video yaratish imkoniyatini beradi. 120+ tillarda studiya sifatidagi videolar yaratish mumkin. Bu sun'iy intellektning asosiy xususiyatlari: AI avatarlar, ya'ni 150 dan ortiq professional avatarlar va 120 dan ortiq til bilishi mumkin. Ovoz bilan ishlash funksiyasi turli aksent ovozlarni emotsional ovoz tonlar bilan yozib beradi. Video generatsiyasi qilish funksiyasi matn orqali video yaratish, 65 dan ortiq tayyor shablonlar, brending uchun ham video yasash imkoniyati mavjud. Sensiya sun'iy intellektidan foydalanishni aytib o'tsam, interfeys sodda boshlang'ich video yasashni o'rganayotganlar uchun qulay video generatsiyasi paytida real time rejimida ko'risha oladi. Sun'iy intellekt silkasi video tavsifida bo'ladi. Oylik narxini aytib o'tish esimdan chiqibdi. Narxi albatta o'rtacha $30. Agar YouTube'da kontent chiqaradigan inson bo'lsangiz, yaxshi narx deb o'ylayman. Navbatdagi sun'iy intellekt bu InVideo. Bu sun'iy intellekt ham asosan video generatsiya qilish uchun mo'ljallangan. Matnni videoga aylantirish, ovozdan videoga konvertatsiya, rasmdan video generatsiya qilish va URL video yaratish mumkin. Bunda boshqa sun'iy intellektda hali mavjud bo'lmagan avtomatik skript generatsiya funksiyasi mavjud. Ko'p tillarda skript yozish, mavzu asosida kontent yaratish va turli formatlar YouTube, TikTok, Instagram uchun skriptlar mavjud bo'ladi. Media kutubxonasida 8 milliondan ortiq stok videolar, 16 million stok rasmlar, 5000 dan ortiq musiqa treklar va sound effektlar mavjud. Video tahrirlash funksiyasida asosan har xil filtr, effektlar, matn, subtitrlar va yana video qirqish va birlashtirish ham mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, asosan bepul versiyasi oyiga 10 daqiqalik video tayyorlash imkoniyatini, 4 ta video generatsiya qilish va 5 GB gacha video saqlash imkoniyatini beradi. Qo'shimcha qiladigan bo'lsam, asosiy shablon videolar yuklab olish tekin. Bu sun'iy intellekt asosan grafik dizayner va video montajyorlarga to'g'ri keladi. Plus oylik tarifi $20 o'rtacha narxda. Maksimal oylik tarifi esa $48. Sal qimmatroq, lekin puliga arziydi desam albatta bo'ladi. Kamchiligiga keladigan bo'lsak, video generatsiya qilishda oylik tarif ham sal cheklangan. Uzoq video generatsiya qilishda video sifatida pasayishlar mumkin, avatarlar esa cheklanishi mumkin. Eksport qilishda 4 ta yuklab olish faqat Max plan uchun amal qiladi. Flicky bu matnni videoga va ovozga aylantirishga ixtisoslashgan sun'iy intellekt platformasi. Asosan kontent yaratuvchilar, blogerlar va marketing mutaxassislari uchun mo'ljallangan. Asosiy xususiyatlari: skript orqali kontent yuklab, 75 dan ortiq tillarni qo'llab-quvvatlaydi.
sun'iy ovoz yaratish, 2000 dan ortiq realistik AI ovozlar, emotsional ton ovozlari va turli uslublar, ya'ni dokumental yoki dramatik ovozlarni yaratib berishi mumkin. Media kutubxonasida 5 milliondan ortiq stok videolar va sound effektlar ham mavjud. Video tahrirlash funksiyasida sken menejmenti, avto subtitr qo'yish, filtrlar va effektlar qo'shilgan. Narxiga keladigan bo'lsak, bepul tarif ham mavjud. Standart tarifida oylik narxi $21. Bu tarifda videoni Full HD yuklab olish imkoniyati ham mavjud. Menga yoqadigan sun'iy intellektlar doim premium planda hamma imkoniyatlari ochilgan bo'ladi. Albatta, bu saytda premium tarifni sotib olishni uncha ham maslahat bermayman. Chunki asosan podkast yaratuvchilari, blogerlar, ko'p tilda kontent yurituvchilar va marketing mutaxassislari ishlatishni tavsiya qilgan bo'lardim. Afzalligi oson interfeys va tez generatsiya. Kamchiligi video generatsiya va shablonlar cheklovi mavjud. Ba'zi stok videolar sifati pastroq, ammo mavzu bo'yicha notekst taqsimlangan. Oxirgi sun'iy intellekt bu Sora sun'iy intellekti. Sora bu OpenAI kompaniyasining matn asosida yuqori sifatli videolar yaratadigan sun'iy intellekt modelidir. U Diffusion Transformer arxitekturasi asosida ishlaydi va video generatsiya sohasida inqilob qilgan deb hisoblanadi. Videoni pullik versiyasi Full HD va HD variantda 24-25 kadr sekundda va uzunligi 1 daqiqagacha bo'lgan davomiylikda generatsiya qilib beradi. Texnik imkoniyati asosan fizika qonuniga bo'ysungan holda video generatsiya qiladi. Yorug'lik va soya bilan ham professional ishlayveradi. Eng muhim joyini aytadigan bo'lsam, yangilangan varianti chiqqan, ya'ni Sora 2. Bu hozir demo versiyasi hisoblanadi. Bu demo versiyasi bilan oyiga $10,000 gacha daromad qilayotgan TikToker va YouTuberlar chiqqan. Demo versiyasi faqat Amerika va Kanada aholisi uchun chiqarilgan. Telegram kanalimizga o'tadigan bo'lsangiz, bundan ham ko'proq sun'iy intellekt va ma'lumotlar joylashtirilgan. Telegram kanalga qo'shilsangiz, darslik ham chiqarishni boshlaymiz. Video sizlarga foydali bo'ldi deb umid qilaman. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin.